Yana keling. Rasam. Kimga kerak bo'lsa oynachining nomeri ekan. Lekin biz mana shu oynalar o'sha zakaz qildik. Ketdikmi? Jigitni guli? Ha, rahmat. Shukr. Ha, ochib bering. Rahmat. Sizda charchamasam charchamayman. Cho'mika. Men xohlagan obbo'yi olib berdilar. Bu bilan qaranglar, qanaqa yaltillab chiroyli bo'ldi. Rosa o'zimga yoqib ketyapti. Prям blesk. Siyayu deydi-ku, вообще prям nafas olyapti yuzim. Endi eng qiziq joyiga keldik. Bu narxi. Mana shu ko'rib turgan hamma chiska deysizlar, karboksiterapiya, yana nima edi? Shuncha maskalar, hammasi ichida от души 40 minut 1 soatda shotdan chiqib ketasizlar. Polniy masajlar bilan qilallar. Hammasi от души, hammasi bo'lib 900 ming so'm. Asli uchun faqat 3 kun meni podpischiklarim uchun nech pul deb o'ylaysizlar? Atigi 700 ming so'm faqat 3 kunga amal qiladi. Iltimos buni skrinshot qilib, 1 oydan keyin, 1 haftadan keyin kelib o'tirmanglar. Faqat 3 kun stroga amal qiladi. Yozdirilishga ulgurib olganlar, ulgurib olsin. Qolganlar xafa bo'lmaysizlar. 3 kundan keyin kelsanglar ham bu amal qilmaydi. Hozirdan mana yozasizlar, yozdirilib qo'yib kelasizlar. Qaranglar, vashcha chiroyli bo'ladi. Yuzingiz problemli bo'lsa ham bemalol kelavringlar, buni bartaraf qilib beradilar. Rahmat sizlarga, qo'l-ko'zingiz dard ko'rmasin. Mazza qildi yuzim. Shunaqa chiroyli-a? Krasota. Azizlarim, ishxonadan chiqib, ana endi yuzimga uhud qildirgani keldim. Yaqinda mana ko'rishingiz mumkin. Problemalar juda ko'payib ketgan. Tim bo'li quyosh 50 gradusdan baland bo'lyapti. Ana o'shaning uchun quyosh kuydirib, dog'lar tushishni boshladi yuzimga. Suraypamlar har doimgidek meni qutqaradilar. Hozir maska etap qilamiz, chiska qilamiz. Nimalar qilayotganimizni sizlarga ko'rsataman, albatta, va oxirida narxini aytaman. Hozir lyoqki chiska qilmoqchilar. Menga parni chiska mumkin emas ekan, sababi yuzim qurib ketibdi. Agar sizlar kelsanglar, yog'li yuzlar bo'lsa yoki poralaringiz ochiq bo'lsa, qora tochkari ko'p bo'lsa, sizlarga ham shunaqa parni chistkalar shuni ichida qilib beradilar. Ikkinchi etapga o'tyapmiz. Mana bunaqa smesiya aralashtiryaptilar o'zlarini firmenniy smeslari. Buni maska qilib suramiz, keyin 3-etapga o'tamiz. Qaranglar, shuncha etapdan iborat, zato oxirida bomba natija bo'ladi. Biram qo'llari yengil, Suraypamlarni kelgan odamlarchi, meni podpischiklarim shunaqa maqtashyapti Suraypa sizni. Voy, biram zo'rlar, muomalalari ham zo'r. Mazza qilib yotdik, o'zi ham masajlarga chiqib qo'ydilar yuzlarimni deb aytishdi-da. Hattoki bitta qo'shnim ham kelgan ekanlar. Undan oldin bitta kosmetologga borgan ekanlar. Endi to'g'risini aytaman, juda arzonga qilgan ekan deb kosmetolog. Qilgandan keyin nol effektini umuman sezmabdilar. Uni ham aytdilar. Effektni umuman sezmadim dedi. Suraypamga boring desam, "Xo'p" deb kelibdilar. Bitta effektini sezdim deb menga rosa rahmatli aytdilar. Men aytdim, "Suraypamga rahmat deng" dedim. Уже necha yildan beri Suraypamga kelaman. Problemli yuzlarni ham zo'r qilib natija qilib beradilar. Ukol, unaqa nima desam, gellar qo'ymaydilar, yuzni o'zgartirmaydilar. Eng glavnisi, sizlarning yuzinglardagi problema, dog'larni, ugrilarni, pora ochiq bo'lsa, ana ajinlarni ketkazishga yordam beradilar. Endi maxsus apparat yordamida o'lik hujayralarni olamiz. Bu вообще zo'r apparat. Umuman og'riqsiz, xavotir olmanglar. Rosa ham zo'r apparat. Bu sizlarning o'lik hujayralaringizni shunday yo'qib chiqarib yuboradi. Chiskadan so'ng bizda tinchlantiruvchi maska poralarni yopadi, juda ham zo'r. Chiskani ham qo'lni uchida qilmaydilar. Hozir burnimni usti ham qizardi, jaqsoq ham polniy chuqur chiska qildilar. Agar sizlar yuzingizda problemli bo'lsa, ancha chiska qiladilar. Parla bilan qiladilar. Hozir menga mumkin emas bo'lgani uchun chiskani lyoqki qildilar. Keyingi etap karboksini gelini suryaptilar. Karboksiterapiya eng yaxshi ko'rgan maskalarimdan biri. Yuzinglar shunaqa nafas oladi. Rahmat deb boradi. Har bitta maska bilan masaj bor. Bitta maska kamida 10 minut turadi, ha, Suraypa? Turib pitatsiya qiladi, ichigacha singiydi, yuzinglarni, polniy uhodini ichigacha singdirish uchun mana shunaqa relakslar ham qilib beradilar. Voy, shunaqa zo'r. Ana endi kulminatsionniy etap bizda karboksiterapiya shuncha maskalardan so'ng tinchlantiruvchi, oqartiruvchi, dog'larni ketkazuvchi, poralarni qisqartiruvchi ajoyib maska. Va hidi ham zo'rda, haqiqiy relaks bo'lyapti. Uhodovый maskalarimizni tugatdik. Endi oziqlantiruvchi oxirgi kremlarni surdilar. Endi bir kun shunaqa yuraman. O'zi bir kunimiz ham qolmadi, o'sha shom bo'ldi. Xudo xolisa, ertalabgacha shunaqa tursa, ertalab yana iliq suvda Suraypam kosmetologim manzillarni aytib o'taman. Chinonzor, Mamut Doka qilib, Mamut Chinonzor metro. Bu yoq bo'lsa Turon bank. Shuhrat Perekroskasi Mamut qurilish bo'layotgan joy. Hamma bilsa kerak, Turon bank
shundoq Ma'mutdagi Dental Lux klinikasini ichida, stomatologiyani ichida bemalol kelaverasizlar. Faqat telefon qilib kelinglar. Mani yuzim prям yaltirlayapti. O'zi ham как будто hamma menga qarayapti. Qaranglar, yaltirlashini rosa chiroyli. Обязательно kelinglar. 3 kun faqat shu amal qiladi. 700 ming so'm, 900 ming so'mlik protsedura. Hozir quyoshni ko'rasizlar. Assalom.